Uchxonaga uyda tinchlik bo'lsa, tashvish eshikdan kirmaydi. Xullas sizlarga tinch, Yevroremont yorug', chiroyli remontli uy topib qo'yganman. Yunusobod 15-kvartal, shundoq yo'ldan 2-3-dom, metro 5 minut. Atrofida maktab, bog'cha, hamma narsasi bor. Naqdga ham, ipotekaga ham 58 kvadrat. Xo'sh, mana kiraverish bu yoq. Mana bu yoq spalniy, mana kirib ko'rsatib. Chiroyli remontlar qilib qo'ygan, pollari ham mana tabiiy taxtadan hozir mana shunaqa tabiiy narsalar modaga kirgan. Xo'p, bu yog'imiz zal 3ga5, balkon 2ga6 yarmini to'sib zalga qo'shib yuborishgan. Mana TV zonalarni ham chiroyli qilib qo'yishdi. Xo'sh, mana bu yerda mana kladovka bor. Xohlasanglar hojatxonani o'tkazib yuborsanglar, alohida bo'ladi. Hammom ham katta bo'ladi. Atak yetarli, baribir bu yerda kirib yotmaysizlar, tez kirib chiqadigan joylar betlar. Xo'sh, mana bu yerda mana o'tirib ovqatlanadigan joy, o'zi tegi eski oshxona bo'lgan. Kuxnyalarni mana bu yoqqa chiqarishgan. Mana bu yerga bemalol uголок, stol-stullarni qo'yib o'tiradigan joy. Xullas, narxi egalari bo'lishi 66 ming so'rashyapti. 58 kvadrat. Ipotekaga ham harakat qilsanglar bo'ladi. Joyi zo'r joy. Tamom.